Usta, Ha, kechagi ishdan bergan pulingizga blender olib berdim. Keliningiz xursand. barakalla. Boplabsan. Ha, O'zi senga uylangan men ahmoq. Shunaqa ham bebaraka xotin bo'lasanmi? Ettir sovuq. Ey, chalg'ima. Kulchi ber. xo'p. Hormanglar ustakalar. Salomat bo'ling. Charchamadinglarmi? Bo'p qoldinglarmi? Ha, mana sekin. Nima ovqat qildiray? Endi aka Ey. bizga Rahmat. O'zinglar nima yesanglar, biz ham o'shani yeyveramiz. Xo'p. Mayli. Unda men ishdan qo'ymay-a? Charchamanglar. Xo'p. Ey, xotin bo'lib umringda bir marta normalniy ovqat qilarsan? Xo'p, Ustalarni oldida meni uyaltirmasdan. Masallarni isrof qilmagin. bo'ldi, xo'p dedim-ku. Normalniy ovqat qil. xotiniga ja xushmuomala ekanmi? Ey, Uzr usta. Ayol kishi degan sal noziyroq bo'lmaydimi? Qo'polligingdan jo'mrangni sindirgansan. Jo'mrangni palon pulga oldi. Endi ustalar ham otni kallasiga pul so'raydi. Butun umr zararing tegadi faqat menga. Tomiya. bo'ldi-ya. Hormanglar ustalar. Mana bo'ldi. Bo'ldimi? Ha. Voy barakalla. Qoyil lekin. Endi bu yoq qanaqa bo'ldi? Endi aka ot bilan tuya bo'larmidi? Sen chiqib turur. Xo'p. Bor. O'zi arzimagan shakan. Oilaviy bir duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Yo'q-ey. Ha. Unda qo'lingizni oching. Ishingizga rivoj bersin. Klientinglar ko'p bo'lsin. Allohu akbar. Uzr. Bitta narsa so'rasam maylimi? So'rang. Mayli. Uylanganingizga necha yil bo'ldi? 14 yil. Farzandlar bor-a? Albatta, ikkita bolamiz bor, Xudoga shukr. Sizni arzimagan ishingizni tekinga qilib berganimizga juda chiroyli duo qildingiz. Ha, endi 14 yil sizni xizmatingizni beminnat qilgan. Farzandlaringizni dunyoga keltirib tarbiyalagan. Sizni doim ko'zingizga qarab turgan. Sizga bir gap bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib qayg'uradigan. Bir umrlik ayolingizga bunaqa qo'pol muomala qilishingiz g'alati emasmi? Omon bo'ling. Mayli. usta. Ovqat pishyapti-yu. Mayli.